Kiyganda chiroyli bo'lib turadigan shunaqa garoqchali yubkalarimiz kelibdi. Xohlasanglar katta garoq, xohlasanglar kichkina garoqli variantlaridan olsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozir bitta lifehack o'rgatmoqchiman, qaranglar. Mana bu oq yubka, to'g'rimi? Bu bilan birgalikda sizlar qora rangdagi kofta yoki futbolka kiysanglar chiroyli turadi. Ya'ni yubkada ishlatilgan rangdan ishlatib obraz yaratsanglar, yana ham chiroyli obrazinglar chiqadi-da, o'rtoqlar. Mana qaranglar, kichkina garoqli varianti ham chiroyli. Men asosan do'mboqqina opalarimizga, gavdaliroq opalarimizga kichkina garoqli variantini, noziklarimizga bo'lsa, nozik qizlarimizga bo'lsa, shunaqa katta garoqli variantini tavsiya qilaman, o'rtoqlar. Juda ham chiroyli turadi. Narxlarini aytadigan bo'lsam, narxlari juda ham zo'r chiqazilgan. Atiga 140 ming so'mdan vasiylar bo'ladi. Pastki qismlarini qaranglar, qanaqa chiroyli. Zo'r turadi kiyganda.